Hozirgi kunda postlarimiz hammasi Spark Porsche'ga qo'yilgan Damas motorga to'lib ketdi. Ko'pchilikdan savol tushdi bizga, faqat urg'uni Spark Porsche'li Damas motorga berdingmi deb so'rashdi. Yo'q, talab o'shanga yarasha ko'payib ketganligi uchun ko'proq o'sha videolarni qo'ydi. Lekin bizi servisimizda avtomashinaning rusumini tanlamaymiz. Lubo ishina bo'lsa cho'tki qilib bitirib beramiz. Kecha qabul qilib qo'ygandi Motorzo Muhiddinni Malibu motorlari. Buni ham polni mo'ykalarini qilingan, blokni rastochkalarini qilib, vallarini podgon qilib, bog'lab berganmiz. Ko'rib turibsizlar, idealniy holatda chiqqan. Bu qilgan xizmatimizga bitta like bosib qo'ysanglar bo'lmaydi, okalar. Golovkasini ham polni remontini qilib, klapni направляющийларni yangilab, ginizdosi o'ziniki yaxshi ekan, ginizdo almashmagan, proterkalarni qilib, ustlarini rastochkalarini qilib tayyor qilib qo'yganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qiling, ishini cho'tki qilib bitirib beramiz. Bu videoni yaqinlarga yuborib qo'yasizlar va biz sahifamizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.